Assalomu akalar, mana g'ishtlarimiz bor. G'ishtlarimiz quyilyapti yana. Mana 6 ta g'ishtlar chiroylik, standart. Mana sizlar uchun qurilyapti. Mana g'ishtlarimiz. Ko'ring. Zakaz qilaverasizlar. Telefon qilasizlar, telefon nomerida shu o'rtasiga, videoning o'rtasiga yozib jo'nataman. Mana loyimizni ham ko'rsatamiz. Loylarni qanday qilib pishirib, qanaqa quyishlarni. Mana loyimiz, mana bu tayyor. Pishgan loy, mana bu, mana suv urib qo'yilgan bu kecha. Mana shunday qilib, mana chiroyli qilib. Mana keyin bu yerdan 2 marta cho'vilib olinadi. Bunday qilib pishirib qo'yilib, keyin quyiladi. Mana g'ishtlarimiz. Yaxshi standart g'ishtlar mana. Yaqinroq ham ko'rsatishim mumkin. Rus avtobuslar uchun mana. Mana g'ishtlar padriyat terilgan. Kundan kunga quyilyapti. Taklangani yo'q. Arqamga ketgan zakazlar bor, olib borib berishlari bilan gaplashyapmiz. Mana murojaat qilaverasizlar, telefon nomerni qog'ozamiz yana bir bor. Aka-ukalar, sizlar uchun mana shu ishlar quyilyapti. Niyat qilganlar, uy ko'taraman deganlar bosinglar gazini.